Ozarbayjoncha et bering, ozarbayjoncha et bering deb yotibdilar-da. Men qiziqaman bu qizni ozarbayjoncha etishiga, to'g'risi. Ozarbayjonga borsangiz, hech kim o'zbekcha etmaydi. Etishni bilmaydimi ular? Yo'q, etadi. Etsa etib qo'yadi. O'zbekchani ham zo'r qilib, qoyil qilib etib qo'yishadi, aytsa. Lekin ular etmaydi. Ular o'zining milliy g'ururi bor ularning. O'zini hurmat qiladi ular. O'zini millatini qo'shiqlarini bilasizmi Ozarbayjonda? Borgan bo'lsangiz kerak. Men juda ham yaxshi bilaman. Ular shunaqangi maqomi o'zini mugamini, Ozarbayjon mugami ularda birinchi o'rinda turadi. Sozandalari shunaqa, mana Farhod akamga o'xshagan sozanda, xonandalar bor-ku, o'tda tengi yo'q ular. Ular birinchi o'rinda qo'yib qo'ygan. Chunki ular haqiqatdan o'zini millatini, musiqasini butun dunyoga kerak bo'lsa yoyishga tayyor, jonini ham berishga tayyor. Mana bizda ham shunaqa san'atkorlar bo'lsin. Men aytayapman, Ozarbayjoncha aytaman sizlar, g'ashim kelib turibdi-da. Shu yo'q, nimaga o'zbekcha ayting deyapman. O'zbekchani mana sizni tovushingizda, sizni ovoz tembrida o'zbekcha qo'shiqlar yangilik qilinglar. Keyingi gal kutamiz. Yangilik qilinglar. Tojikcha gapiryapti, allaqachon tojikcha. Ana usullarni qo'yib, gujo bir balo. Tojikcha moda bo'ldi hozir tojikcha aytish, bilasizmi? Nima uchun? Siz boring Tojikistonga. Shunda kiring diskotekasiga, tojikcha usulga o'ynaydi tojiklar. Ozarbayjonlarni qo'yavering. Bu milliy g'urur deydi buni. Birontasi bir o'zbekcha musiqaga o'ynayman deydimi? Bitta anjanskiy polka bor edi, u ham yo'q hozir, все, tamom. Bironta yigit chiqib tan-dan rap qilib o'ynab beradimi sizga? Yo'q, unaqa narsa qolmadi, milliy g'urur qolmadi. Yoki bitta katta ashula eshitaylik, o'zbekcha bitimda qochirma eshitaylik degan yoshlar qolmadi hozir. Yosh kattalarni qo'yavering, umuman hozir gapni to'g'risini aytganda bitta pokoleniya yo'qotdik biz. Aynan hamma yoq estrada bo'lib ketdi. Aytdimmi, o'zbekcha nonlarni bilmayapti odamlar. O'zini nonasiga, o'zini musiqasiga kayf qilmagan xalq.